Ikkita ish doim oldingizda tursin. Bittasi shuki, o'zingizni tomoningizdan qadam tashlash bo'lsin. Ikkinchisi shuki, shu ishni oxiriga yetkazishni, mukammal qilishni Xudoga duosiga qiling. Ikkita ish ekan. Qadam tashlaysiz. Endi aql qobiliyat sizning ishingizni Xudoga yo'llaysiz. Inshaalloh siz muvaffaqiyat qozonasiz. Biz ustozim aytadilarki, yana Alloh taolo bilan gaplashgan ekanlar. Ey Alloh, men falonchi gunohlardan qutulaman. Men qadam tashladim. Shuncha gunohlar bilan tark qildim. Lekin boshqa gunohlarni tark qilishda nafs shaytonni oldida men mag'lub bo'lib qolyapman. U g'alaba qilib qo'yapti. Holatlar yoki atrofimdagi muhitlarning oldida men hozir vaziyatlarning oldida mag'lub bo'lib qolyapman degan. O'shaning uchun gunohlarni tark qilamayapman degan. Shunday gaplashib o'tirdik Xudo bilan. Endi mana shu mag'lubiyatni Allohning o'zi tugatdi. Meni qo'limdan kelmayapti degan. Ey Alloh, bu to'siqlarni, bu mag'lubiyatlarni sen o'zing daf qilgin degan. Mendan uzoqlashtirgin degan. Yo'q, masalan, menga oxiratda azob bermagin degan. Mana shunday qilib gaplashdik. Keyin ko'rganda ish qanaqa qilib o'tadi, Alloh taolo gunohlardan saqlanishga qanaqangi tavfiqlarni qilsa ato qiladi. Ya'ni sen o'zingni hissadagi sabr nasibaga tushgan ish qilgin, Alloh taolo o'zining hissasiga ish qiladi. Hazrat Yusuf alayhissalomni ko'ringlar, Zulayho o'sha gunohga da'vat qildi. Da'vat berilgan vaqtida, chaqirib turgan vaqtida gunohga tamom darvozalarni bekitdi. Qochadigan yo'lda hammasini bekitdi. Hazrat Yusuf alayhissalom o'zlarining ko'zlaridan ko'rib turibdilar. Eshiklar qulflanganini. Lekin shunday bo'lsa ham darvoza tomonga qarab qochyapti. Qur'onda kelyapti ochiq. Darvoza tomonga qarab qochishdan maqsad nima? Gunohdan qochish. Ya'ni Alloh taologa aytishga bahona bo'ladi. Ey Allohim, darvozagacha qochish meni ishimda qo'limdan kelgan ishni qildim demoqchi. Ammo darvozani ochish sen ish. Darvozagacha yugurish bandaning ishi, darvozani ochish Xudoning ishi. Agar Yusuf alayhissalom darvozaga qarab qochmasa, darvozalarni qo'lida hech qachon sinmasdi. Lekin darvozagacha qochdilar. Endi aytdilarki, Allohim, men qo'limdan kelgan ishni qildim. Bular Alloh taolo o'zini qo'lidagi ishni qildi. Ya'ni darvozani ochdi. Ya'ni Alloh taolo ko'rdiki, bandam o'zini hissasidagi ishni qildi-da. Dedilar. Endi mana o'zini hissasidagi ishni qilyapti Alloh taolo. Chunonchi darvozalarning qulflari sindi, darvozalar ochildi. Mavlono Rumi rahmatullohi alayhi ko'p yaxshi chiroyli ifoda qilib o'tishgan. Garchi rahnanis olam ropadi. Garchi rahnanis olam ropadi, xiyar Yusuf bor mevoyatlar. Dunyoda birorta joyda teshik qolmasa ham, ahli Yusuf alayhissalomga o'xshab qochadiysanmi degan. Shu gunohdan qutulishning imkoni yo'q, lekin qo'lingizdan kelganchalik harakat qiling gunohdan saqlanishga. Ya'ni mana shu mazmunda shu yuqorida o'qigan hadisimiz demak tasdiqlarlarki, banda bir qarish masalan Alloh taolo tomoniga harakat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bir qo'l ochib keladi degani ham shu. Siz qilgan harakatingizdan ko'ra ko'proq madad qo'ylaganingizdan ko'ra sizga Alloh taolo tomonidan keladi. Shuning uchun kechasi o'tirganda Alloh taolo bilan gaplashing. Ayting, Alloh, bugunim o'tdi. Bugun qanchalik gunohlardan, qanchalik gunohdan saqlanardim? Mana shuncha gunohdan saqlandim, mana bunchasidan saqlanolmadim. Buncha ishni qilardim, mana buncha ishni qilolmadim, mag'lub bo'lib qoldim. Ey Alloh, o'zingning rahmating bilan bu mag'lubiyatni mendan uzoqlashtir. O'zingning yo'lingda meni yurgizgin. Lekin bu nafs shayton meni bu atrofimdagi muhitlarim meni yo'ldan aldab qo'yapti. Ey Alloh, bularning ustidan g'alaba ato qilgin, menga deb turib duo qiling. Ana ustozim aytadilarki, ertalabki subuh vaqtida Alloh taologa ahd paymon qilingki, Alloh, bugun kunim boshlanyapti. Bugun o'zimni tirikchilik uchun tashqariga chiqaman men. Xudo taolo o'zing bilasanki, bu yo'lda to bozorga ketgunimcha nechta gunohlar bo'lib qoladi. Davoiylari, chaqiriqlari, gunohda harakatlantiradigan narsalar paydo bo'ladi. Qancha holatlar meni tepamdan o'tadi. Men seni huzuringga azm qilyapman, qasd qilyapman, iroda qilyapmanki, men seni aytgan yo'lingga muvofiq yashamoqchiman. Seni roziligingni yo'lida yurishga harakat qilmoqchiman. Lekin ey Alloh, men o'zimning toqatim va o'zimning quvvatimga ishonmayman. Men faqat seni o'zingni madadingga ishonaman deb chiqishim.
Qayerdan ham yiqiladigan bo'lsam, sening o'zing rahmating bilan meni ushadi. Xato yo'llardan meni saqlagin. Xudo bilan gaplashdim dedi. Men himmatim past, men hafsalam past. Himmat beruvchi ham o'zingsan, hafsala beruvchi ham o'zingsan. O'zing rahmating bilan menga hafsala ber, menga himmat ato qilgin deb duo qildim. Agar bundan keyin ham birorta gunoh mendan sodir bo'lib qolsa, qiyomat kunida bu gunoh tufayli meni ushamagin deb duo qildim. Xullas, har kuni subh vaqtida Alloh taologa shunaqangi ahd paymon qilish kerak. Keyin hatto imkon amal vaqtida keyin amalga harakat qilish kerak. Keyin mabodo sizdan farazan o'sha xato bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bashariy taqozosi bilan gunohlar sodir bo'ladigan bo'lsa ham, keyin Alloh taologa istig'for etasiz. Inshaalloh siz Alloh taoloning yo'liga yana qaytib tushib olaverasiz. Subh vaqtida qilgan ahd paymoningiz bo'lishi kerak. Shuning uchun odam xullas o'ziga o'zi so'z bersinki, bugun qanchalik yaxshi amallarni qilishlikka imkonim bo'lsa, qo'limdan kelgancha qilaman. Qancha gunohdan saqlanishga imkonim bo'lsa, saqlanaman deydi. Hadis sharifda keladi, Payg'ambar alayhisolom aytganlarki, kirdi bichasi bilan buguni barobar bo'ladigan bo'lsa, u odam ziyonda dedilar. Chunki odam taraqqiy qiladi, yaxshi tomonga qarab o'smaydi. Hatto aytdilarki, Allohumma ij'al yawmana khayran min amsina. Ey Allohim, bugunimizni kechamizdan afzalroq qil, yaxshiroq qil. Va qadana khayran min yawmina. Ertamizni bugunimizdan ko'ra yaxshiroq qil. Duo qilingki, azm qiling, qasd qilingki, Allohim menga madad qilgin, o'zining yordamini menga jo'natgin. Inshaalloh bora-bora siz manzil maqsadingizga yetib borasiz. Alloh taolo menga ham, sizga ham bu yoqlarga amal qilishni tavfiq ato qilsin. Va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.